Do'stlar, bunaqa eksklyuzivni sizlar umuman ko'rmagansizlar. Uyingizga lift o'zi ko'tariladi. Uyingizgacha lift ko'tariladi. Bu lift faqat mashxonadon uchun ishlaydi. Boshqa xonadon uchun umuman ishlamaydi. Sizni o'zingiz uchun alohida liftingiz bo'ladi. Liftga like bosib qo'yamiz. Endi mana buni qarang. Bu podyezddan kirish bo'ladi. Siz baribir zinadan ko'tarilmaysiz, jigarim. Uyimizni ko'ringlar. Bunaqa uy yagona, durdona. Bunaqasi yo'q, okalar. Bunaqasi bitta shaharda nasib qildi bizga ilinibdi, aka, qaranglar. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Uyimizni loft dizaynerskiy qilib qurilgan, ko'ryapsizlar. Bunaqasi shaharda yo'q. Elitning qurilishida turibmiz, hurmatli obunachilar. Hozir men sizlarga polniy mashruga obzor qilib beraman. Bitta layklarni ayangsizlar. Do'stlar, uyimizni naqd 115 kvadrat metr loft dizayn stilida remont qilingan. Ko'ryapsizlar, patalon razmeri где-то 8 metr bo'lishi kerak. 8 metr. Mana bu kinoteatr рабочее место ko'ryapsizlar. Bu endi takoy angliskiy stilda, okalar. Mana oynani ko'ryapsizlarmi? Mana shu oynalar bizani maktablarda bo'lardi, eslasanglar. Bu hali ham bor ekan, cheshskiy oynalar, hurmatli obunachilar. Endi mana buni qarang, bir jildoni qarang, aka. Ya'ni fransuskiy planirovkani 5 ga 5 zali bor-ku, o'shanga o'xshaydi, aka. Chiki babani rostakasimi mana shunda bo'ladi. Smelo bo'ladi, okalar. Sanuzillar qaranglar, kengligini, hammaga mana shunaqa chiroyli sanuzillarda chiki baba qilish nasib qilsin. Gap yo'q borib. Negativlar. Dodang qurib bergan sanuzilda yashayotsanlar, mana bunaqa chiroyli sanuzillarda yashash tanlagan nasib qilsin. Yana eng zo'r tarafi balkonga qarab ishlayverar ekansiz, aka. Balkondan bizlar polniy Mirzo-Ulug'bek tumani, Qorasuv, Nikitina, Salomchoxona, hamma yoq ko'rinyapti. Toshkent shahari takoy elitniy joylarida joylashgan 120 kvadrat loft dizayn stilida qurilgan novostroykamizdan 9-qavatidamiz, okalar. Ma'metdan shunday eshikni otsu bizda taqir-tuqurlaringizni qo'yib qo'yish uchun mana garderob qilingan kuxonniy mebel, kuxonniy mebel nima? Stiralkalar qo'yilgan, latta-puttalarni mashqga taxlisli, ko'ryapsizlar, chotki pridomani umuman xalaqdan qilmaydi. Mana bu xonamizni bizda kotelniy xona bo'lyapti. Kotel, machol mana mashqga o'rnatilgan. Uyimizda ozgina artib surtadigan ishlarimiz bor. Ularni ham qilamiz. Mana kuxonniy mebellar qarang. Taqir-tuqur, kinolardagi uy, aka. Kinolardagi uy. Bu yoq tarafidan ko'rsatmadim. Bu yoq tarafdan podyezddan kiradigan, bu yoqdan o'zingiz uchun lift. Endi qaranglar. Mashalloh, mana bu xolodilnikni joylashtirasizlar. Mana bu texnikalarni ko'ryapsizlar qanaqalari. Uyning narxini ham aytaman. Endi biz tepaga ko'tarilamiz. Tepada hozir ko'rasiz nima bo'lishini. Do'stlar, tepaga ko'tarildi. Qaranglar. Tepa bu spящее место. Duxspalni qo'yilgan, ko'ryapsizlar. To'rida sanuzili, kelinglar. Mana sanuzillari ham keng ekan. Bemalol yuvinib, mazza qilib ishlayveradigan joy ekan. Voy, gap yo'q lekin bor-ku. Pastda bemalol mashinadan tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladigan joylari bor ekan. Uyimizda ozgina mayda-chuyda ishlar bor. Artib tozalaydigan ishlarimiz qolgan. Bu yoqda sanuzil alohida ekan. Ko'ryapsizlar, ikkita sanuzil qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, bunaqa shokoladlar hadeb ham chiqarmaydi-yu. Nastroy uchun bitta like bosib qo'yinglar. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Uyimizni ko'ryapsizlar-ku. Polniy panoramli oynadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta shaharga qaragan 6 ta oynasi bor ekan. Mebellarini ham yaxshilarini o'rnatishdi. Voy, zodagonskiy uyagana gap yo'q lekin. Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani Militsiyskiy akademiyaning oldidamiz-da, okalar. Men bunaqasini endi birinchi marta ko'rishim. Siz nechinchi marta ko'rishingiz shuni yozib qo'ying-ki, hozir dvorini ko'rsataman, aka. Ketdik. Do'stlar, ko'ryapsizlar, yopiq territoriya. Takoy fontanchiklar qilib qo'yishgan, yozda mazza qilib muzdekini o'tirishingiz uchun. Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani, Qorasuv.
akademiya, militseyskiy akademiyani oldida elitniy novostroyka. Вообще zo'r, g'ishli, ko'ryapsizlar. 8-etajda joylashgan, okalar. O'zingiz uchun lift ko'tariladi. 7-etaj ekan, uzr. O'zingiz uchun lift ko'tariladi. 120 kvadrat. $200,000. Xo'p, arendaga $1,500,000 klientimiz bor. Smelo bizga telefon qilasizlar, biz o'zimizga topshirib beramiz sizlarga. Mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. $200,000 davomida kelishtirib beramiz. Pastki raqamdagi telefon qilib, alo, o'chiring.